Dasturimiz davom etadi. Prezidentimiz tomonidan yoshlar bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda har payshanba yoshlar kuni etib belgilanishi bu boradagi e'tiborning yana bir amaliy ifodasi bo'lmoqda. Mazkur tashabbus doirasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ochiq eshiklar kuni tashkil etilib, yoshlar qutqaruvchilarining tayyorgarligi va zamonaviy texnikalari bilan yaqindan tanishdi. Kuni kecha prezident hamda yoshlar uchrashuvida shaxsan prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, har bir tashkilotda haftaning har payshanba kuni yoshlar kuni bo'lsin deya e'lon qildilar va mana shu munosabat bilan bugun Uchtepa tumani yoshlari bilan birgalikda Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida xodimlarning kunlik ish faoliyati bilan tanishish tadbiri bo'lib o'tmoqda. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, biz yoshlarimizga ishonamiz va ularning orzularini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratamiz. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida o'tkazilgan akademiyada bir kunim shiori ostidagi yoshlar uchun tadbirda Uchtepa tumanidagi umumta'lim maktablarining o'quvchilari va ustozlari akademiya hududida tantanali kutib olindi. Tadbir davomida mehmonlar o'quv minorasida jabrlanganni qutqarish va o'zini o'zi qutqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni kuzatdilar. Kursantlarning tezkorligi, jasorati va professional tayyorgarligi yoshlar uchun yorqin namuna bo'ldi. Shuningdek, zamonaviy yong'in qutqaruv texnikalari ko'rgazmasi tashkil etilib, ularning favqulodda vaziyatlardagi o'rni va imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Har qanday o'zini kelajagini o'ylagan, kelajak haqida qayg'urgan davlat albatta birinchi o'rinda yoshlarga e'tibor beradi-da. O'zbekistonimizda kelajakka qayg'urish, O'zbekistonning kelajagini demak yanada buni barqaror qilish, rivojlantirish borasida juda katta harakatlar bo'layotganligi bu albatta yoshlarga e'tibor berilayotganligidan deb bilaman. Sababi davlatimiz rahbari an'anaviy ravishda mana kuni kecha O'zbekistonning faol yoshlar bilan uchrashdilar. Menimcha ko'p yoshlar bu tadbirni kutgan edi, chunki bu an'anaga aylanib qolgan. Chunki davlatimiz rahbari bu tadbirlardan keyin aynan yoshlarga aloqador bo'lgan juda katta tashabbuslarni demak ilgari surdilar. Mana birgina har haftaning payshanba kuni bevosita yoshlarga bag'ishlanganligi ham juda katta bir ma'noga ega. Bugun Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida faol yoshlarimizni demak jalb qilganligimiz. Bugun Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasiga taklif qildik. Maqsad nima? Maqsad birinchi o'rinda yoshlarimiz hozir aynan shu maktab yoki o'sha muayyan oliy umuman ta'lim muassasasini tamomlayotgan paytda o'z oldilariga maqsad qo'yishlarida yo'nalishlar kerak. Aynan bu joyda professor o'qituvchilarimiz yoki bo'lmasa o'sha muayyan mashqlarni bajarayotgan kursantlarimizdan namuna olib, ular o'zlarining yo'nalishini aniqlab olishyapti. Bugungi kunda favqulodda vaziyatlarda ko'maklashish yo'nalishida ham volontyor yoshlarning faolligi tobora ortib bormoqda. Ayniqsa tabiiy ofatlar, yong'inlar, qidiruv-qutqaruv ishlari hamda profilaktik targ'ibot tadbirlarida yoshlarning tashabbuskorligi va mas'uliyati yaqqol namoyon bo'lmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasiga keldik. Bu yerga kelganimizda bu yerda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan akalarimiz bizga juda zo'r ko'nikmalarni berishdi. Biz kelganimizdan buyon bu yerda juda ham zo'r uskunalar va eng zamonaviy turdagi o't o'chirish mashinalari ham bor ekan. Favqulodda vaziyatlar vazirligining 39 xildan ortiq bo'linmalari bor ekan. Bundan juda ham mamnunman. Prezidentimizning bizga yaratgan sharoitlari va bizga berayotgan hozirgi qulayliklaridan men juda ham xursandman va rahmat aytmoqchiman. Meni o'zim Chilonzor tumani, Uchtepa tumani 209-maktabning 11-sinf o'quvchisiman. Biz bu yerga kelganimizdan beri maxsus tayyorgarlikdan o'tgan akalarimiz biz bilan birgalikda o'z yordamlarini qilib, amaliy mashg'ulotlarni, qurol-yarog'larini va o'zining maxsus uskunalarini biz bilan baham ko'rib, ishlatishimizga ruxsat berishdi. Bu yerdagi akalarimizning jismoniy holati, tayyorgarligi juda ham zo'r ekan. Biz ularning uskunalaridan foydalanmoqchi bo'lganimizda og'irligi bor, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor ekan. Lekin ular shu uskunalar bilan kun bo'yi bemalol yurishibdi va shunaqa vaziyatlar bo'lganda o'zini hayotdan voz kechishgan holatda ham bizni qutqarish uchun, olovni ichidan olib chiqish uchun o'zini jonini tikishga ham tayyor shaxslar ekan. Bunday ochiq muloqotlar yoshlarning orzu-intilishlarini qo'llab-quvvatlash, ularni yurt ravnaqi yo'lida fidoyi bo'lishga undashda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, qutqaruvchi bo'lish bu sharaf, mas'uliyat va vatanga sadoqat timsolidir. Daniyar Ahmetaliyev, Husan Ashirboyev, Jarayon informatsion dasturi uchun.